Hammaga xayrli kech. Bu ajoyib sovrin uchun Globe Soccer'ga rahmat. Bu yerda shuncha insonlarni ko'rish men uchun juda ham yoqimli. Futbolchilar, prezidentlar, agentlar, ajoyib kecha. Avval ham bir necha marta aytganimdek, to'g'risi bu men eng yaxshi ko'rgan marosimlarimdan biri. Sababi bu yerda men ko'plab ajoyib insonlarni ko'ryapman. Ayniqsa mening rafiqam, u har doim meni qo'llab-quvvatlash uchun shu yerda, mening farzandlarim, oila a'zolarim, jamoadoshlarim. Qiyin. Futbol o'ynashda davom etish ancha qiyin. Lekin futbol o'ynashga bo'lgan ishtiyoq ham ancha yuqori. Va bu ishda davom etish uchun motivatsiyam ham juda kuchli. Qayerda o'ynashimning farqi yo'q. Bu yaqin Sharq bo'ladimi yoki Yevropa. Men har doim futbol o'ynashdan, sovrinlarni yutishdan va gollarni kiritishdan bahra olaman. Va men shunday davom etmoqchiman. Mening maqsadim nima ekanligini bilasiz. Men yana ko'plab sovrinlarni qo'lga kiritishni va siz hammangiz bilgan o'sha raqamni qayd etishni istayman. Va men albatta bu raqamni qayd etaman, agar jarohatlar bo'lmasa, inshaalloh. Va bu ajoyib. Hammaga rahmat, hammaga xayrli kech va yangi yilingiz bilan. Hammaga rahmat.